avval hurmatli kitobxonlar, ishxonachilar, mehmonlar. Xush kelibsizlar axborot kutubxona markaziga. Sizlarga aytmoqchimanki, men bibliografiya bo'limiga xizmat qilaman. Bugun kitob sharhi deb nomlaymiz. Men nima uchun 12-raqamni yozdim? 12-raqamni yozdim. 12 yoshida tartibga kirgan. Tushundinglar, demak 12 yoshida. Qachon tug'ilgan? 1983 yil tug'ilgan. Qachon vafot etgan? 1963. Necha yoshda vafot etgan? 47 yoshda. Demak, men nima uchun Bobur Mirzoni eslayapman? Sizningcha? Avlodlar davomida bilan nima ahamiyatga ega Bobur? Avlodlarini hamma anvar bor-da. Qarang, Boburning o'zining kitobi bormi? O'zi unga bag'ishlangan badiiy asar nomichi. Yulduzli Demak, avlodlar davoni bilan yulduzli kunlarning bog'liqligi nimada? Ikkalasi mavzuda avlod haqidagi jang an'analar. Demak, birinchisi Boburnoma o'zini tarixini o'zi yozgan. Agar o'qigan bo'lsanglar, o'zi yozgan badiiy asar Pirimqul Qodir desa, yulduzli kunlarni Boburning hayotidan olib badiiylashtirgan, ya'ni qiziqarli bo'lsin deb ba'zan Boburnomani o'qisangiz tushunmay qolishingiz mumkin, lekin badiiy asarda tushunarli qilib berilgan. Demak, Boburnoma yulduzli kunlar davomi desak adashmaymiz. Hozir sizlarga Boburnoma haqida biz tayyorlagan video Boburnoma mashhur shoh asar haqida so'z yuritilar ekan, ulug' shoh va shoir, geograf, tarixchi, buyuk davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Boburning mashhur Boburnoma Baqoid-i Boburiy Baqoiy asari Boburun Nahr, Xorason, Hindiston, Eron xalqlarining 1494-1529 yillar oralig'idagi tarixini o'z ichiga oladi. Bu asarda Amir Temur asos solgan davlat parchalanishiga bog'liq sabablar, to'ji taxt uchun kurashayotgan shahzodalar o'rtasidagi munosabatlar yoritiladi. Bobur 12 yoshida otasi Umar Shayx Mirzoning tasodifiy vafoti sababli Farg'ona taxtiga o'tirganda, taxtni boshqarishda unga buvisi Eson Davlat begim va onasi Qutlug' Nigor xonim yordam beradi. Bobur ota tomonidan Temuriylarga, ona tomonidan Mo'g'ul qavmiga mansubdir. Zahiriddin Muhammad Bobur bobosi Amir Temur davlatini tiklash uchun kurashdi, lekin bu kurashda u Temuriyzoda shahzodalar kuchlarini birlashtira olmadi. Samarqand taxtini bir necha bor saqlab qolishga urindi. Ishg'ol etgandan so'ng ham tashlab ketishga majbur bo'ladi. Chunki dushman bo'lmish Shayboniyxon Boburdan askarlari ko'pligi jihatdan ancha ustunroq edi. Oqibatda Bobur o'z taxtidan ham ajraldi. Yosh Bobur 250-300 nafar askarlari bilan Afg'onistonning Hisob tog'lariga qarab yo'l oladi. U yerda juda qiyinchiliklarga duch keladi. O'xshash yo'q kishi erdi. Turkiy tili bilan she'r aytibdilar, hech kim uncha ko'p va xo'p aytgan emas deb yozib qoldirgan. Bobur o'zining yurishlari haqida so'zlaydi. Qayerda borsa xiyonatga duch keladi. Umri jangu jadallar bilan o'tishiga qaramasdan, u hamma narsaga qiziquvchan bo'ladi. Va qayerga bormasin, o'sha yerning tabiatini, geografik joylashishi, o'simlik va hayvonlarini o'rganadi, kuzatadi. Ayniqsa Kobul atrofidagi Gulbahor degan bir joydagi lolalarni sanatganda, u yerda 34 xil lola bo'ladi. Mana shu asnoda shoirning quyidagi g'azaliga aytiladi. Mening ko'nglimki, gulning g'unchasidek dahbatah qondir. Agar yuzimni bahor o'lsa, ochilmog'ini imkondir. Bobur Dehli sultoni Ibrohim Lodiyni mag'lub etib,
Shimoliy Hindistonni 1526-yil Boburiylar davlatini barpo qilgani haqida ma'lumotlar berilgan. Bu asarda o'zini tortadigan bir jihat borki, o'g'li Humoyun og'ir dardga chalinadi. Bu holat muallif tomonidan shunday tasvirlanadi. Muhammad Humoyunga ani yer va suyuqish yoqmadi. Isma tutar ekandi. Tabiblar har necha dori darmonlar berdilar, yaxshi bo'lmadi. Mir Abul Qosim kim ulug' kishi edi. Arzga yetgandi kim, dushmandoq dardlarga darmon bo'ldir kim. Yaxshi narsalardan tasdiq qilmoq kerak. Doimki Tangri taolo sihat bergay. Mening ko'nglimga keldi kim, Muhammad Humoyunning mendan o'zga yaxshiroq kimsasi yo'q. Men o'zim tasadduq bo'layin, doyo qabul qilsin.